Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzumiz koxlear implantli bolalar bilan logopedik mashg'ulot tuzilishi mavzusi hisoblanadi. Rejalarimiz logopedik mashg'ulotning asosiy bosqichlari, koxlear implant o'rnatilgan bolalar bilan logopedik ishning umumiy yo'nalishlari, logopedik mashg'ulotning tuzilish prinsiplari hamda eshituv, talaffuz va lug'at boyligini rivojlantiruvchi o'yinlar hisoblanadi. Birinchi rejamiz mashg'ulotning asosiy bosqichlari, ya'ni tashkiliy, asosiy va yakuniy bosqichga hisoblanadi. Tashkiliy bosqichda bolani mashg'ulotga tayyorlash, diqqatni jamlovchi o'yinlar, oldingi darslarni mustahkamlash hisoblanadi. Asosiy qismda tovushni farqlash, so'zlarni takrorlash, gaplarni tuzish, tovushni eshitib tanish hisoblanadi. Yakuniy bosqichda esa mashg'ulotni umumlashtirish, yangi so'zlarni takrorlash, rag'batlantirish va baholash jarayoni amalga oshiriladi. Keyin esa logopedik ishning asosiy maqsadi koxlear implantli bolalarda eshituv va talaffuz idrokini rivojlantirish hamda shakllantirish hisoblanadi. Kommunikativ ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Logopedik ishning asosiy yo'nalishlari: eshitish va talaffuz, nutqiy idrokni shakllantirish, leksik-grammatik tuzilmani rivojlantirish, kommunikativ muloqotni shakllantirish va ota-onalar bilan hamkorlik hisoblanadi. Logopedik mashg'ulot bu bolalarni nutqini, to'g'ri talaffuzni, kommunikativ faoliyatini rivojlantiruvchi jarayon. Asosiy prinsiplari esa individual yondashuv prinsipi, tizimlilik, izchillik prinsipi, faollik va mustaqillik prinsipi hisoblanadi. Har bir prinsipning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ular quyidagilar. Qo'shimcha prinsiplar ham mavjud. Ko'rgazmalilik, motivatsiya va rag'batlantirish, nutqni ijtimoiy sharoitda shakllantirish prinsipi hisoblanadi. Bu prinsiplarning asosiy ahamiyati mashg'ulotni samarali tashkil etish, bolaning nutqiy faolligini oshirishda hisoblanadi. Eshituv, talaffuz faoliyatini birgalikda rivojlantiradi. Eshitishni rivojlantiruvchi o'yinlar: tingla-top, qaysi hayvon ovozi, tovushni tanla kabi o'yinlar. Talaffuzni rivojlantiruvchi o'yinlar esa til gimnastikasi, oyna oldida so'z aytish, kim tez va to'g'ri aytadi kabi. Lug'at boyligini oshiruvchi o'yinlar esa rasmda nima bor, bir xil tovushdan boshlanadigan so'zlar, gap tuzish, audio so'z topish, nutqni qayta ayt, tovushli kartalar kabi o'yinlar hisoblanadi. Bugungi o'tgan mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.